Jose Mourinho Real Madridga qaytishga ulgurmadi, ammo allaqachon Barselonada alam olmoqchi. Qanday deysizmi? O'zim ham sal shokdaman. Hozirroq kanalimizga obuna bo'lib qo'ying, o'shanda shunaqa yangiliklardan qolib ketmaysiz. Bir necha soat oldin Fabrizio Romano va boshqa jurnalistlar allaqachon Jose hamda Real Madrid kelishuviga erishgani haqida postlar joylashdi. Ammo eng qiziq joyi shundaki, portugaliyalik murabbiy Ispaniyaga kelib, shov-shuv bilan o'z karyerasini boshlamoqchi ekan va shuning uchun bir paytda birgalikda Manchester Unitedda o'ynagan o'yinchisini, ya'ni Marcus Rashfordni Realga olib kelmoqchi. Bilasiz, bu o'yinchi hozirda Barselonada ijara sifatida o'ynayapti. Ma'lumotlarga ko'ra, o'yinchi o'zini unchalik yaxshi ko'rsatmagani tufayli jamoa uni sotib olmoqchi emas. Va aynan shu holatdan foydalanib, Special One katta skandal qilib Ispaniya futboliga qaytib kelmoqchi. Xo'sh, siz bu haqida qanaqa fikrdasiz? Izohlarda yozib keting. Undan tashqari Real yana qanaqa o'yinchilarni sotib olmoqchi ekanligini bilmoqchi bo'lsangiz, Telegram kanalimizga obuna bo'ling.